Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimizni tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar. Xudo xolasa jo'jalarimiz bir oydan o'tib qoldi mana. 1 oy 2 kunlik bo'ldi. Endi xudo xolasa bu yerga o'zlaring baho beraverasizlar. Qanchalik o'zgaribdi. Jo'jalarimizni ko'rinishi mana o'sha makiyon xo'rozligi o'sha ajrab qolgan. Yemlarini solib qo'yganman. Hozir bular mazza qilib uxlashni boshladi. Kechqurunga svetlarini o'chirib polni xudo xolasa o'zgarishi yaxshi. Qanotlarini kesganimiz sababi ko'pchilik qanotini kesamiz dedingiz. Qanotlarini kesganman, hozir yana o'syapti qanotlari. Qaranglar, o'sha ancha o'sib qoldi qanotlari. Qanotini kessangiz jo'jalar jon olar ekanda boyagi. Ves misol uchun qanoti kesilmasa qanoti o'sib ketaveradi. Bor kuchi qanotiga ketaverar ekanda. Agar qanotini kesayotgan bo'lsangiz, yegan yemini qanotiga tortmaydi. Misol uchun jo'jalarimiz o'ziga qarab et berar ekanda. Bunday olsa veslari yengil bo'layotgan bo'lsa, veslari og'irlashar ekanda boyagi. O'ziga ves yig'ib normal o'zgarish bo'lar ekanda. Oyoqlarini ham qaranglar, mana qalin bo'lib, o'sha qanotlari ancha o'sib qoldi o'sha. Tojjonlardan qaysi birini qanoti ko'p o'sib ketgan bo'lsa, shularni qanotini kesgandim. Qolganlari ichida endi kesilmay qolganlari ham bor. 3-4 tasini kesmaganman. Qanday o'zgaradi? Mana shuni kesmaganman misol uchun. Qaranglar, ariqqina kichkinagina. Kesganlari mana katta bo'lyapti. Qaranglar. Katta. Mana qarochanikini ham kesmaganman. Shuning uchun mana qaranglar, makiyon mana o'sha o'sib ketgan. Shash kesilmasa, kesilmagan jo'jalar boyagi tez semirmar ekanda. Arig'icha qolaverar ekan. Agar iloji boricha qanotini kessalaring, jo'jalar ves olar ekan o'ziga. Ves nabirat qilar ekanda. Shuning uchun kesish kerak ekan. Men o'zim ham birinchi marta kesishim qanotini bir kesib ko'raychi qanchalik o'zgaradi deb. Keyinsiga mana bitta ikkita mana oyog'i qiyshiq jo'jalar chiqadi. Chunki bu ochilgan paytda bor edi, o'lmagani uchun mana sekin katta bo'lyapti. Bu yerda tepadagi jo'jalarimiz Jersey giganti jo'jalari. Bular ham mana 1 kunligi 1 oyi 2 kunlik bo'ldi. Bular ham o'sha makyonli xo'rozi ajrab qolgan. Xudo xolasa bularni endi joyini endi kengroq qilishimiz kerak. O'zgarishi yaxshi mana xudo xolasa. Bularni donlarini, suvlarini ertalabga yaqin berib qo'yaman. Hozir endi takanni ham bir ko'rsatib o'tay sizlarga. Hurmatli tomoshabinlar, bu yerda dakanlarimiz. Bittasini oyog'ini nogiron dedim-ku. Hali ham mana jivoy yashayapti. Jo'jalarimiz suv qolmabdi. Hozir endi suv solib beraman bularga. Jo'jalarimiz mana o'syapti. Ancha kattarib qoldi mana. Ko'rinishlari, bo'ylari ham baland bo'lib qoldi mana. 3 ta dakanimiz bor edi-ku, shular. Xudo xolasa bular ham sog'lom. Uchalasi ham. Bo'ylari ham ancha o'sib qolgan. Jo'jamizni ko'rinish. Bu yerda endi xo'rozni tavoligini farqiga bormayman. Endi xudo xolasa o'saversa, boqaversak, kattarsak bilamiz. Bo'ylarini cho'zsa o'sha normalniga borib qoldi-da o'sha. Ikkita moki bir xo'roz bo'lsa ham bo'laveradi. Xudo xolasa. O'sishi yaxshi. Lampochkani tagida doim mana bu yerda yemlari mana. Oxircha yasab qo'ydim. Boyagi yem solayotgan qilib. Xudo xolasa. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Keyinsiga bitta ikkita obunachilarimiz video tashlab beryaptilar.
Adlerskiy serebristy jo'ja haqida. Bu yerda mana inkubatorimiz. Xudo xolasa tuxumlar ichida. Regrafga qilib turamiz. Hozir namlik 74 ga chiqib ketibdi. Bir ochib, bir shamollatamiz buni. Ventilyatorlari ham ishlayapti hozir. 20 ta tuxumni qo'yib, xudo xolasa bir proba qilib ko'raman. Eng tagida pandis qo'yib qo'yganman suvi bilan, yarmini keyin plastik bor edi, plastik bilan yopib qo'yganman. Boyagi vlajность ko'payib ketmashi uchun. Bu yerda mana ikkita ventilyator ikki chekasida, o'rtada patron. 100 lik lampochka bilan. Bu yerda mana gradusi o'ynayapti hozir. Namlik hozir 70 ga tushdi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Keyin buni yopib qo'yamiz. Qo'lda yasaganmiz. Kechqurunga shu mana bunday lattani yopib qo'yamiz. Sovuq bo'lmas uchun keyin bunday 4 ta burchagidan namligi ko'payib ketsa, ayni qo'l sig'aydigan qilib teshib qo'yamiz. Mana xudo xolasa savollar bo'lsa bemalol yozaverasizlar kommentariyaga. Bu yerda inkubatorimiz ham 264 ta tuxum bilan turibdi mana. Hammasi yaxshi. Bunda ham